Rana! Vay Xudayım ay! Apa, nima bo'ldi? Cho'ng opangdan xat keldi. U qattiq og'rib qopti. Rasma? Bichar cho'ng opam menga bek og'raqdi. Bichara cho'ng opang, seni bir ko'rsam debdi. Ham berib cho'ng opangni ko'rib kelgin. Ma'qul, men darhol boray. Shunda qizim jenim balam. Men tanishlar orqali ayirib bilan belgi ochib qo'ydim. Atdigan uchdi ekan. Ketib qolsam bo'lmaydi junu. Tas yaxshi bo'pti. Biroq doktorxonaning ishini doktorxonaning boshliqlariga men aytib qo'ydim. Bizning hiliq ishimiz. Sen ketingizagin. Bu yerdagi ishlarga men bor. Cho'ng opangning og'rig'i egirlashib qolsa, oqingda yutib borman. Ma'qul, men tez mangay. Bichar cho'ng opam. Mushundaqda aytdi. U qiz bu yerdan ketishga oladi. Ana o'rinchidagi cho'ng opasi bir cho'ng qilgan. Cho'ng opasining og'rib qolganlik xabarini anglabla, ishni qaramay menishga hozirlandi. El qisaraliqchi. Siz xotirjam bo'slar. Ishongan taqda kek yatmabdi deb. Qizning nomida yozilgan shuncha ko'p to'yliqni ko'rib, cho'qqin ko'ngli so'q to'ydan voz kechdi. Uning ustiga qizi uyda yo'q. Biz mushu paytda qolsaldikmi? Bo'ldi. Ular ovozini chiqarmaylar, shu joydalar hep qoladi. Xotirjam bo'lsa, qilib ketishdan tam ishimizni boshlab ketamiz, ha? Malida. Bugun tushdan keyin bir ayol Rana'nın onası evatdi deb ketgan. O bir pakman narsa yozilgan bir tizimlisini ko'tirib ketdi. Mana bunga yozilgan narsalarning hammasini o'g'ildan qoldirmay olib beringlar deydi. Yo'q. Bu Rana'ning ra'yidan boshqa ish emas. Hey, şu diyor ki diyorlar. 8点10分。几点了？8点10分。8点10分。啊！爸爸。Ejvoymak, atgan chiqib ketgandim. Mush vaqt yemish qildim. Biz atgan choy ichadiganligimizni uqmabsan, ha? Hey, Qodir. Yo'q, sen nima ketyapsan? Og'rib qoldingmi? Yo'q. Opam og'rib qolgandi. Ranani izlab borsam uyda yo'q ekan. Doktorxonada ekan. Bo'ldi, doktorxonaga borma. Rana abiga ruxsat so'rabdi. Opamni nimishqa doktorxonaga kelmaysa? Opamning mang'ida kali yo'q. O'zim yolg'izlik qildim. Uning ustiga uyda yonib bo'lganda Oyshamchu. Hay, uning gapini qilma. Ketdi. Nega? Opasniki ketdi. Ajrashiman deydi. Nimishqa? Uyga kelgandan keyin bizni kambag'alkan, qarzi ko'pkanda qopig'i zodil ichilmadi. Uning ustiga opamni kasal bo'lib yetib qoldi. Hozirna maaş chiqqandan keyin qarzning yerimini jazman berib etamiz. Yakshanba kuni bo'ladigan to'ylarga bir nechadan baho qavatibdi. Shuning pul kerak bo'lib kelib edim. Bo'lmasa mayli. Men ketay. Xo'shamsa, turib qolsa. Qarz sulatlaslar, Qodirning maashi chiqsin deydi ekan. Birini Qodirning qanchalik maashi chiqdi Allohni bilmaydi-ku-la. Bu bikotalatlarning hammasini menda qoldim. Men nima degan bitolay? Uncha ular xafa bo'lib ketmişlar balam. Sizlarning to'yinglarni qilamiz deb qarzlar bo'lib qoldik. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Bo'ldi-la. Oxirgi berib, meni qarz suturga o'xshaysizlar. Bu o'ydim, bozroq ketkinim yaxshi.
Hazır bir kılandan tekel okşayma. Nurmul dep qo'ysa, ketilaversin. Shunda qilib ketib qoldi. Bunda xotinning baldiroq ketgani yaxshi. Ata, apangni cho'qim doktorxonaga olib borgin. Ma'qul. Do'stim, sen yana qarzda bo'lib yurmagin. Buni oz olsin yana usab qo'y. Bo'ldi, yana usab qo'y. At yakshanba doktorxonaga berib apangni yo'qlaymi. Rahmat sana. Andaqda men ketdim. Shunimi to'y degani bo'lamdi. Afet degan shuda. Ra'noning uchun bugun uydimi yo'q? Doktorxonadami yo'q? Bu zodi nima ketgandi? Yo'q. Boşqamda degan shuda. Rast tozimni oza ketdi. Qaytirib buqaqnamni shunday chaqiribdi. Bir bor cho'qim. Endi o chiyni qaytirib ketdilar. Kelmagan qo'yilgan. Qaytirib ekiladi. Shunda akaga kichikmi bo'lsa, qaytirib yetaylik. Dan qo'llab. Chaqir qaytiraylik. Inshaalloh. Tekla. Anisi, to'yni qamalgan bo'lib deydi. Narsalarni qaytirib ketadilar. Bu qandaqcha? Qizinglar yigit allaqachon to'y qatimab qo'ygan tursa. To'y qilganlarni ajrashidi ku. To'y hit olganmiz nima bo'pti? Sizlar tizimlikkin to'liq akamagandiki, biz bu qilmaymiz. Buni Ra'na yasin qaytirib berayotgan deb men topshirgandim. Buni og'ach ketin. Ben Ra'naga ketib ko'rish baqay. Eyipti buyurmaysiz. Siz yapın o. Şundaq. Bunu tanıyın. Neni işiniz vardı? Madem kaça. Ben Ra'na bilan ko'rishmoq chitdim. Siz tek para qilmay turiblar. Qaladak isib kiraveramsiz. Adab qoida deganni uqmamsiz, ha? Siz oshi bir tutam to'ylig'ingiz bilan Ra'na bilan to'y qilmoqchimi texi? Ra'na sizning oshi bir tutam to'ylig'ingizni ko'rib, nomusdan uylayli deb qoldi. Sizning g'azaligingizni allaqachon qaytirib etgan. Endi umidingizni uzing. O sarılıklı toy işini manmışla olan şaman uçurup ettik. Onun toy işini manmışla olan tügüdük. Endi şuranın ümüzüyle kaldı. Şurada koyayım. Sisle. Karışmazsa. Sisle. Opa! Ukandan kızıl zaten Özden geçip kötü suya gitti. Özden geçip yemin ederim. Kızıl zaten kim oynamak? Bunu kim etbergelikini bilen sen? Şunu etbermeden misin?
sizga. Bo'ldi. Ali aka, darhol kelsinlar, tanladanki aytib qo'ying. Chaqariq qaytib kelsin. Oyoqni e'lon. Yasindan ular qo'g'iradi. Shuhrat tanladan olmoqchi bo'lyapti. Nima? Oyoq kelmas lazım emish. Qaytiramiz. Keyin aka oldik. Qarasmay. Qaytiramiz. Apa? 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 Ha? Bu ishga Shuhrat qo'l tiqibdi. Ha? Endi qachonchi? Nima? Chaqapini ketalamazmikan? Ular sizni aldabdi. Ular hozir jiddiy to'y tayyorlik qilyapti. Siz qaytib kelishlarda to'y qilmoqchi ekan. Siz qachon kelasiz? Ha? Nima? Nima? Nima tayyorlayaptimi? Qachon aeroplani? Bugun tushdan keyin? Bo'ladi. Men cho'qim aerodromga oldimga chiqaman. Ha? Bo'ladi. Ma'qul. Ha, shunda qo'ydim. Bo'ladi. Ha. Ma'qul. Ha. Ma'qul. Seyirni, öydeki bir neçe koyni, işleme eynekni, giyilemni, bağdaki meyvelerini satsak, yetmegen yeriga kulum koştulardan qarzat bolsumu, tizimliktikini toluqlusak, size yeni bir berip bakamla. Şunda qilgandımı talqilanmaymiz. Ulanın nefsi etmekmi çoğun. Teki çalıdın ikkini soysuğun devatmamdı. Takat bolmaganda öyünü sataylı. Bunda qilishqi bo'lamdi ekan. Uy makonini setivetsek, nerede o'tirib kun kechiramiz? Menimcha bu to'yni qilmayli. Yalsin kelgandan keyin nasihat qil. Ata qiz bilan birga yurib, to'y xidmini qaytarasin. Siz? Ben sizni ilah konu joyda kutib atqali bir necha kun bo'ldi. Shundaqdimi? Xohlagancha uy kirmisiz bo'ladi. Nima ish bo'ldi? Ha? Necha kundan beri nishqotsiz. Xizmat olanda. Agar siz meni rostimda tashlayman deydigan bo'lsangiz, men darhol sudga boraman. Men bilan dansiz qadrligim. Ha? Bugün ne oldu mu? Çeçilip çıkarsın, ha? Siz rastımla Ra'nan Yasin'den tabi olmakçı mı? Nemeleri davatsız. Siz de güzel cananın yeri tutursa onu benim kılattım. Bir yerde başka gap yok. Onu tağamla oğluğa tanıştırıp koya degende. Belki işler bundak osan emasdi. Ra'na bugün tushdiga qaytib keladi. Rostmi? İşinmisiniz? Aeroplan stansiyaga chiqib qarab beqing. Shuhrat, biz to'yimizni qachon qilamiz? Endi kutib turamayman. Hey, ben mi taza takkaza bo'lyapman? Hey, kez kurmiga qoni jar berib, o'tdan nasatish olayli. Bo'lamdi. Ha? Rasmi? Ben sizni qachon aldab baqdan? Ha? Hozir nima ish qilmoqchi? Tushli damaldan tushli keyin ishga boraman emasmi? Endi bundoq yasnayapsiz-ku. Siz kelishdan burunla sirtdan qaytib kelishim bitti. Apam o'g'lim ketmasin. Siz tezroq mang'ash turing. Bo'lamdi? Ha? Juring. Hey, unutib qoldingizmi? Oqishga chiqib ketdik.
Hoş. Nima onu izlab yurayman? Shahar kirib ketgandi. Texnik kamayyotidu. Bir chatoq yo'l qilib qolgandi. Ra'noning ishini Men Ra'noning ishidan xabar topdim. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. Men Yosni cho'qim izlab topaman. Biz bu ishni cho'qim o'ngshaymiz. oqshomlik Yosin bilan keling. Maslahatlashadigan ish bor. Agar polo tayyorlab qo'ysizlar, men kelaverman. Ay, geldi. Aynen siz ağırım gel. Akila, önümüzde özledem o, sen kız biri götürüyorsun. Senlarni kim tanıydı? Yolu boşalt. Öyle. Şamsalan bir dolabın dost oldu. Yaxshi. Qarshi oldim. Ben sizden maslahatı apırıp koyay. Kechiring, aeroplan stansiyasidan tayyor mashinasi bor. Biz maxsus sizde ağlı geldik. Nimanda karşılık kılsız? Maçık edin Akilay. Böyle. Sizden belki bir haberimiz olmamız gerek. Öyle kadar malum toyluk çıdımı için apamız onu kovulup etti. Şuna o sizden katık nefretin oturdu. Bu ishlarning sen bilan hech qanday aloqasi yo'q. Yur o'g'lim. Qani, o'ltir öyle. Nima tapmisiz? Buni o'ltiringlar. Shundaqlar ana. Hayatlı bulurken ben kolumunu kesip kulağını kılıp bakayım. Bırak. Sen onun arabasını çımsıkla. Oldu. Azap tozu yetişme öyle. Ondan onu öyle yapıp koy öyle. Aeroplan çıkışı 20 minut oldu. Ra'noning birden kütüp durmay ketip qolgan nemisi. Onun keldiganligini boshqa odam bilendi. Men uning oldimizga chiqqan deb aniq aytgan tursam, balki bir ahvol bo'lib qolgandi. Bu ish baribir oydan o'tdi. Aka! Ha? Salima, ummina singlim, ha? Aka! Qaytib keldingmi? Dadam opamdan yaxshi turyaptimi? Hammaylar nayt yaxshi. Sizlarni bashmi sevgandim. Anlasam to'yingni yiqilishib qopti deydi. Kimga uylanmoqchi bo'lding? Oliy ma'lumotli yo'ldosh. Deganlaringizning hammasi to'g'ri. Akanızın to'y ishini mayliga borgandan keyin asta tushunib qolasiz. Bu yoq. Tanıyamidingmi? Bu boshlang'ich maktabga qiziq savoq desang ayli emasmi? Uning laqabi maymun. Rostimi tanimay qoptiman. Bu chog'da faqir boshlang'izga deyman. Endi chechimizni paqirtib yurmasak, qizlar yartamdi. Bo'ldi, narsa keraklaringizni bu janjigar akamizning velosipediga ating. Biz birga ketaylik, ha? Ma'qul. Kelinchakni og'il kelib, singlimizni ketadigan bo'ldik-da, ha? Shuhrat, rostini shuncha vala pulni chiqara olamdi. Amina hacha. Sizlar g'am qilmanglar. Shuhrat uchun pul degan jiq. O Ra'noni yoritib qoldimi bo'ldi. Osmondagi oyning uzilish tayyor. To'g'ri, hozir nima desiz shuni dedi-da. Kelgisida qozonmi, cho'michmi moy bo'ladi deslar. Albatta. Dana. Opa.
bilan foydalanib qilganimiz. Siz onunla obdarakni satib qo'ygan. Uni hayvata bo'lmaydi. Siz o'zlaringiz demakkan turslajimi? Ish chiqib qolsa meni chaqirala. Balam, Shuhratlarning qo'lida puli bor. Qo'lini nega so'zishak yetadi? Sen shunda qo'lligida boy odamga yopiq bo'lishga urinsan, keyin qanday qilamiz? Opa, siz meni sotmoqchimi? Balam, sen mening holimga yetkin. Mening bundan boshqa ilojim yo'q. Ular akam bilan ufqonning barliq to'y chiqimlarini ustiga olmoqchi bo'lgandan keyin men seni Shuhratga berishga qo'shildim. Hamma ahvol ana shunday. Ishlar kutib qoldi. Buni ishqi bo'lmaydi. Ular choyni bugunlikka akirmoqchi bo'ldi. Rastını etsem onun uygu üstüne kirip ahvalını iniq bir bilip gelsen deymen. Ahval nayeti iniq. Kızның opisi xalq olam oldida to'yliqni qaytirib etkeniga qaraganda buni cho'qim qo'llayotgan odam bor. Hozirgi gap qizning ahvolini bilish uchun uning bilan darhol uchrasak bo'ladi. Menimcha tag'am mammamla aytgandek atla aholi kamsitga berib to'y xetini qaytirib yutayli. Nima? Qaytirib yutayli? Shunda desak Ra'no uydan qanday chiqadi? Sen nimaga kelding? Sening nima qarin? Sen demasanmi bilaman. Sen Ra'noni izlab kelding, shundaqmi? Qaytib berib saraliq aytib qo'y. Ra'no Shuhratning xonimi bo'lish oldida turdi. Bundan keyin quruq avar bo'lishma. Sen nu berib Mayvachanga aytib qo'y. Ra'noning qalbi hargizni shuhratkarlik bo'lolmaydi. Sen zaten nima ish kelding? Lalmışlarını izlep geldim. Lalmış. Bir parça sonra taşlap verdi. Sizin ketkiçe. Vah vanşidigan. Lalmışlarını izlep geldim. Yalga etme. Bir yer vah vanşidigan çıkıyor muydum? Yaxşı qarab bak.
beni aldatsa, ettiğini bir yerde bağ şeyde kallanmış ki mudur? Sizden yoğan içip, özenge, obdara karap bak. Hoşuma çıkıp ki, sen beni bağ şeyde kallanmış oşatmaksın mı? Mevzuda? Önersen nima qilsiz? Ranadan qaytib kelibdilar. Og'rib ketib qoldi. 2 kun bo'ldi, hech narsa yemay, bir naqshni past ovozda o'qib kelayotdi. Shuhratlar bir 2 kun ichida to'y qilmoqchimish. Oldin xocham bozorning odamga ko'ngil tatqidek bir narsa aytayotganimda buyurg'andi. Ayaka Ranadan yoshirin bir parcha xatni doktorxona boshlig'ining qo'liga olib bergin deb muobaganti. Xatni beraldingizmi? O'z qo'liga berdim. Chiqqan Mavluda, Rana adamizga aytib qo'ying. U tan salomatligini obdan asrasin. Biz bu ishni cho'qim o'ngshaymiz. At akşam o'ylag'isi chiqsin. Yazim bilan ikkimiz uni saqlab turamiz. Agar at aplashmay qolsa, o'g'likka yana chiqsin. Bo'ldi. Rahmat sizga. Yigit, siz bir necha kun burunni to'yga tap bo'lgan-ku. Bu yana senin bo'ladi. Siz bilan bir ish to'g'rilab so'zlashgani kelgandik. Qiz tarafdan vakili kelganda so'zlashaylik. Yigit, to'yga kelib necha kun o'tmayla sestra qiz Rana bilan yomonlashib qoldinglarmi nima, ha? Rana? Habibani so'rasizmi? Rana qizning yana Anvarda inisi bog'i deyman. Sen qanday bilsa? Uni opasi Amina Kerimova. Kechiring, sizni avor qilmay o'zimiz hal qilsakmi bo'g'idek. Sen Kırım bu tamaşanı. Kızın atanın kimliğini bilmeye dava geldin. Ha? Amini Kerim? Muhacep tanış isim o bu. Ha, şunu ya. Vay, siz kaya. Halif doktorxon sizniki leşuji mi? Mene sen, yakıştırdınız mı? Bir işiniz var mıydı? Bildim. Et degende çokum var men. Hayır. Birinchi taraflardan nurg'unliga yoshlar ota-onasi xizmat ishlab to'yni oddiy savdo o'tkazadigan bo'ldi. Men ota-onamni ko'ndirgandan keyin uni onasini ko'ndirishim lozimda. To'y bo'lmagan kelin qaynonasiga nasihat qilgan ish nima bor ekan? Yana qoida yaxshi odatlarni tashkil qilish hamma kishining majburiyati emasmi? Degan bilan yangi ishlarimiz taraqqiy qilib qolgan sir o'syapti. Ishlar yaxshi taraqqiy qilyapti. Shunday. Biroq Rananing og'rib qolganligi nihoyatda yomon bo'ldi. Burungi planimiz bo'yicha Ranani sening uyingga o'rlashtirib qo'yaylik. Bo'ladi, shunday qilaylik. Apam uning holidan obdan xabar oladi. Akib qo'y. Amina xacha, nimalar ketdimi? Ketdi. Ketdi. O'tirsa. Qani. Ota. Sizin bezilgan narsalarning hammasini talchakis ekagandi. Ha. Hammasini talchakis ko'ngildagidek ekibdi. Endi buningga rozi bo'lganlar. Rozi bo'ldim. Jenim Fatamxon, rozi bo'ldim. Ana bola ikkisining odamgarchiligiga endi qo'y ishonganlar. Xudoga shukr. O'dan odamlar bilan quduqdasan. Qasla, qani, baqsa. Opa. Sana qani? Qarvatda yotibdi-ku. Yo'q, qarvatni qarab chiqdim, yo'qtirdi-ku. Bu nemish? Juslab qarab boqaylik.
Rana? Hı? Çıktı. Ben sizge burunla degan emasmidim. Endi qanday qilaman? Voy xudo. Bu yerim kechida biror teshkanlik yo'liqib qilishni saqlag'aysa. Voy, uyning oqisi cho'ng daryoda emasmi? Rost. Voy, juda paqay, juda. Seninle halim, kulunla bağdek olur. Kulunla hafif, şakalık girer, rüyadek olur. La la la, la 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 la. Ola ola la 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 la. Şükürler gitti. Onunla istemeydiğini mele. Şundan gitti. Bunu hayırlısını bilirsen. Renanı kolu keltirip alsam da pulum için, baktığım için yok. İşte. Rana. Rana kep. Rana kep. Yunan aldık çıkaylı. Rana. Rana. Oy patam kaça. Bir yerde nemiş süresiz. Rana kını. Rana'nın nemiş ağaç gelmediniz. Yenimizde akırı hotun kim o? Nereden ne bu? Oy. Naman. Çakkan öykü kaytana. Çaksan. Naman? Naman diye kim o? Ben Naman enes. Siz benimle tanıyamaya kaldınız mı? Ben sokamadım. Bana Rana gerek. Şükür. Onda kıma. Hep buludu. Rana'na opsi. Bundaktan bu meni kıymamamdı dikende. Ben sizden uzun yaşayışta arzulup sürektim. Biz körüş koyaydı. Sen Sen? Ben seni yılık kıvanacağıydı saklığın 3 saat oldu. Toy işimiz doğruluk. Mesleğet işimizi gelmez mi de? Neymiş ki bağmaysa? Cüsle bir yerden kiteyli, çakkan. Sen beni felaket yolu kısta verme. Sana şunu eğitip koyay ki, sen eğer rastın bilini taşlayıtından deydiğin bolsan, senin iştiranın hemimizin halk alem aldığı çok deseyne. Dünyadaki gepleri şunu sormağım. Ben de günah yok. Günah Mursula da. Mursula beni araştırıp mezkip koydu. Sen mesela suratlık. Şundak. Günah bizde. Bunu mezkip koyup Leverdeşken dağa maramaya kaldı. Rana tepildi mi? Rana ko'ngil bilib ketibsiz bu. Bu daryoga o'zini tashlabdi. Opa, o'chim keldi. Salima, kiring. Opa, nima keldi? Keling kızım. Rana'dan haber var mı? Rana'dan endish qilmang, u hargiz chatoq chiqargan qiz emas. Bu meni o'tirib maktabga saboq tashin. Yaxshimisiz? O'tiring.
Oturun. Amini Kerim'in oyunu şu mu? Harika Mücit Kadir kettim. Kesle. Aslida sizkensiz de. Amina. Meni tanıy aldınız mı? Sizli yeniqi yer ıslahat xizmatida ishlagan yo'ldosh Hasan G'udaymi? Doğru ettiniz. Ben şu vakitteki Hasan. Kesle. Kesle o'rtasla. Oturun. 30 yıl oldu. Shundoq. 30 yil o'tib ketdi. Siz şüphe etib turibsiz. Nima qerib ketdik. Men tikan bir yer ketdim o. Xizmat yetkilib Beijing ketgili 2 yil bo'lib qoldi. Sizlar qanday qilib biz taraflarga kelib qoldilar? Bir iş bilen kelirdim. Anlaşımca kızınızla söyleyen yigiti bilen toy kılışıga koşulmaydı ekansiz. Muşu gap hakikaten rast mı? Sizge şunu etip koyayım. Belli ki nurg'un pul hashlab sizga kuyov qo'yilmoqchi bo'lgan shuhrat degan toza bir lükçek narsa. U hukumatning bozor savdosiga ruxsat qilganlardan foydalanib, hamma askiliklarni qilib, abjadchilik bilan shug'ullanyotdi. Siz uni aldam xaltasiga tushib ketmang. Bo'ldi, endi uni tilga olmaslar. Men hammani o'qib oldim. Biroq men qizimni yeni saraliq soltak muallimga beramayman. Rana yezining nihoyat yaxshi, munavvar o'qituvchisini yaxshi ko'ribdi. Ular partiyaning ko'ni odatlarini o'zgartirib, to'yni oddiy sodda yangicha o'tkiz chaqirig'ini ochib qo'ymadi. Bu nima degan yaxshi ish? Ayni vaqtida sizlar Mamtakan bilan yangi to'y qilib boshlamchi o'g'illigingiz esingizda-ku. Amina, u nima degan ismi fazilat? Mana endi yoshlarning nikoh erkinligini oddiy sodda yangi to'y qilishni qo'llamasangiz bu qanday o'g'ini? Bu jamiyat qanday yomon ta'sir berishini o'ylamadingizmi? Rost aytdilar. Yomon ta'sir bo'lishini o'ylamagan yerda emasman. Ularning to'y qilishig'ini qo'shilmayman emas. Lekin hozirgi vaqtda to'y qilish o'tgankiga hargizmi o'xshamaydi. Albatta, hozirgi burunga o'xshamaydi. Xalqning turmushi nihoyatda o'sdi. O'z loyig'ida to'y qilishga imkoniyatmi bor, biroq ba'zilar to'yni bahona qilib mol dunyo yig'ilmoqchi bo'lyapti. Zarur bo'lmagan rasmiyatlarni ko'paytirib, to'yliqni bakmu eg'irlashtirib boradi. Hozirgi zamonda to'yliq sovg'a salom olmaydigan qiz niyadi va? O'g'limning o'ziga topgan loyig'i oliy maktabni bitirgan qizgan. Uning to'yligi cho'qim eg'ir bo'ldi deysizlar. Apa, bo'ldimi? Bu qiz yaqinda oliy maktabni bitirgan. Salima. Sizdekmi? Seni balkim bilmaydiganlar. Hozir nurg'unlagan yoshlar onasining qo'llashi bilan to'yda o'zaro so'g'anmaydigan bo'ldi. O degan tashviqot, chaqiriq. Amaliyotda undaq ish zodi yo'q. Ranadak ahmoq qiz nadi va? Yigitining so'g'i salom og'idak pulining yo'qligini bilib turib, shuniga tegiman deb tarsonlik qilib turib olyapti qarsalar. Rana qizning bu ko'z qarishiga nihoyat qoyilmi? Qoyilmi? Undaq bo'lsa, o'zingiz daqiqmi? Siz to'y qilgan vaqtingizda yigit tarafdan hech qanday sovg'a salom olmay to'y qilishga ota-onangizni ko'ndiramisiz? Ota, undaq gaplarni qilmag'ina. Kelini xalarda bo'lib qasla. Ota-onam hech qanday sovg'a salom olmay yangi to'y qilishimga allaqachon qo'shildi. Shuklashqa bizning to'yimiz yaqin orada bo'lsa-mu, yigit taraf xotirjam ansirmay xizmatini ishlayotdi. Anglashimcha, qaynonamning so'qig'idek hech qanday iqtisodi yo'q-ki. Qarz oldigan narsa-keraklarni sotadigan ishlarni qilishmabdi. Yaxshi. Nihoyatda yaxshi. To'g'ri joyda ish yo'qdi. Makaramatni qarang. To'g'ri qilmaydigan qiz mana oldimizda turibdi. Men sizni tabriklayman. Siz cho'qim baxtli bo'lasiz. Siz
sizni o'rgandeklik qilaman ku. O'qituvchi Yasinning singlissi emasmisiz? To'g'ri. Yasinning singlissi, rost shundoq. Aytma, yigitingiz zodi kim o? Bu nihoyat yaxshi uyiga. Buni kang tashviq qilishimiz lozim. Halima, aytaveram. So'zlaring qizim, bu yerda yigitni taniydiganlar yo'qdir. Nimadan qo'rqsiz? Halima? Bu öyle kısa giyinadigan kız emasmi? Shu. Unda olsa bu yigit kim o? Bu mening cho'ng o'g'lim. Ha? Tantib chiqdi. Ayni vaqtda bizlar Mantakam bilan yig'ishda boshlamchi o'g'illigingizni esingizda-ku. Onun acısı özün deryaga taşlap ölü ottu deydi. Hey! Etmağın toyluk! Soğusun onları bir-birine yoldurak yapırım. Bunu qaytib kelmeyden bolsunuz oğlum şöhretin. Gözünüzü görsün! Bana Arslan ekeldik. Zaten kaça? Beni Arslan'ı bir-birlep ötküzmezler. Hey! Madem da kaza iş varken, söbergen ne yapın, ne eskirak, ağız digendi, ne üzülecekti? Sen bunları kaytırmak durup, toyluk kaytırış kardeşim endime. Oylandı, çıkıdan da boynuma. Obdan ağaça, bir kıtım iltifat kızla, kiyimlerini kiyiptimen, pullarını hıclap koyuptimen, en bu meslen nerede mi diyor? Yap boğulum, işit boğulumdan benim onu nüklerim. Ügen karak durup oylandım, ünlü göğsüsü çıkıdı bilen, herkes ötürü göğsümaydı. Onun veriyor. Hadi da, hadi koşun verin. Siz halkınızda verin. Tura kaça, sizler nimanca açıklayla. Zaten kaçam işit soğan derslerini bizi iteyle. Bunda kısam bulandı. Bunun keyin özümüz bir narsa işemiz, Allah narsani qaytirib esle. Ma'qul. Bir paltoliq sopni. Bir dan unalg'u. Bir ko'nglaylik jipakroq. Bir jup parpan. Shundoq qilib biz oxir g'alaba qildik. Sho'fratning onasi qanday qoldi? O'g'lim. Balam Sho'frat, ne diyeceksin? Deb qoldi. Au kim o? Ha? Sofiya. Sofiya. Sofiya, bu kechdilar ketyapsiz. Onun bilan to'y to'g'riliq maslahatlashib uchun ketib qaraman. Kim bilan? Kim bilan? Shohrat bilan. Uqmamsiz? Onun bilan jurvat qilib bir necha oy oldi. U hozir qayerda? Ko'l bo'yida saqlab turdi. Xo'shamsi? Shohrat uning bilan to'y ish to'g'riliq maslahat qilmoqchi bo'lsa, nima uchun mushundaq bir chat joyni tanlab maslahatlashadigandir? Sofiya, qarab, kashf nazari nima degan go'zal a? Shundoq. Biroq kun o'ltiribdi.
Nereye çıkayım? He? Sofiya, men sizga shuncha ko'p huzurxohlik aytsammi, yanılaman ranjiyotamsiz. Siz durun. Ben sizning har qanday talablaringizni o'rinlayman. Men sizni mangu baxtli qilman deganingiz emasmi? Endi men har yerdan ayrildim. Amirgan, ozroq taqat qiling. Hozirlar menga baxt kirasiz. Qo'lida. Yoktan keting! Kaçamazsın. Sofiya, Sofiya, kızlarım, yanındayım, Sofiya, Sofiya. Ben seni topşırayım, varlık kılmışımı topşırayım, beni bırak. Yoldaş, birden turib tursanız ağzınızda keg'iz gapim bor deb qo'ysam. Bo'ladi. Mayli-da, kelaman, keling. Ali aka, opam mendan boshlab berib o'qishimga ma'qul bo'ldi. Rostmi? Sofiya, sen demag'in to'ng'u. Men seni yo'qlab kirdim. Men o'zimga rahim ichidim. Bo'ldi, ko'nglimni buzma. Ishlar o'tib ketdi. Endi olg'a qarash kerak. Kelgusida cho'qim yaxshi bo'lib ketsa. Qodir? Kirsam bo'lamdi? Kiring. Sofiya, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Rahmat sizga. Ko'nglingizni buzmang. Meni şöyle sizni saqlab turdi. Meni nima? Ha. Papa. Canım balam. Sen beni kechirgin. Papa. Yasin bilan to'rishingda qo'shildim. Yangi qilishingga qo'shildim. Mayli-da, bilakayli. Oldin Sofiya adimizni ko'rib chiqaylik. Yur. Yur bolam. Uyimizni berib, to'yning tayyorligini qilaylik. Mana shu uyimiz shumi? Ana shu. Kiring.
Aminxon, har qaysilarining oldilariga 7-qatim kelishim. To'y ishini endi qanday qilamiz? Albatta bolalarning orzusi bo'yicha qilamiz-da. Ana qiz, ko'l bo'yida sizning yotni saqlab qoldi. Bo'l bolam, ketsan bo'l. Mang. Bo'l.